Ko'rsatuvimizning navbatdagi qahramoni ham oddiy qutqaruvchilik kasbida ish faoliyatini boshlab, bugun ustoz darajasiga yetgan qutqaruvchilikning hayot tarziga aylantirgan Fayoz Rajabovdir. 35 yillik ish davrida 10 mingdan ziyod yong'inlarda ishtirok etib, minglab odamlar hayotini saqlab qolgan. Bu kasb egalari jamiyatda katta hurmatga sazovor. Ular nafaqat ofat paytida, balki profilaktik tadbirlar orqali aholini xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga chaqirib, fuqarolar ongida xavfsiz hayot tarzini shakllantirishga hissa qo'shadi. Bu sohaga sababchi bo'lgan o'zimni birinchi ustozim, o'zimni amakim. Chunki amakim shu sohada ishlaganlari uchun, shu sohaga qiziqqanim uchun bu sohani men tanlaganman. Bu sohaga ishlaganimga mana 35 yil bo'ldi. 35 yil davomi ichida endi ko'p ustozlarni ko'rdim. O'ziga xos katta yong'inlarni bartaraf qilishda endi son-sanog'i ham yo'q, bir 10 mingtaday yong'inlarga chiqib, yong'inlarni bartaraf qilishga erishganmizlar. Tezlik bilan shaxs tarkibida kasb mahoratini oshirish maqsadida borib shu ish jarayonlarida olib borib, yong'inlarga bevosita borib rahbarlik qilib, yong'inlarni bartaraf qilganmizlar. Hozir zamonaviy texnikalarimiz bilan jihozlangan, yong'in joyini lokatsiyasi qilib tez yetib borishga erishib boryapmiz. Raqamlashtirilgandan keyin hozir o'sha jarayonlarda shaxs tarkibida ham shu sohaga tezlashtirib, tez o'rgatib, shu jarayonlarni ustiga ishlab yuribmiz. Har bir qismda, har bir mashinada avtoulovlarni jangovar ekipajlarga hozir mana shu planshetlar bilan ta'minlangan. Fayoz Rajabov favqulodda sodir bo'lgan yong'in yoki ko'ngilsiz hodisaga chiqar ekan, eng avvalo shu vaziyatni o'ziniki, o'z yaqini boshiga tushgan kulfat sifatida qaraydi. Yong'in joyiga yetib borganda hech qachon o'z hayotini o'ylamaydi, balki yong'in ichida qolganlarga yordam ko'rsatish va yong'inni qanday bartaraf qilish choralarini ko'radi. Shuning uchun ham hamkasblari, shogirdlari hazillashib, o'tda kuymas deb chaqirishadi. Ish faoliyatim jarayonida ko'p o'ziga xos katta yong'inlarga, ko'p insonlarni hayotini saqlashga erishganman. Masalan aytsak, oddiy yong'in o'chiruvchi lavozimga ishlab yurgan paytimga Samarqand shahrining So'g'diyona maskanida ko'p qavatli binolarning 3-qavatida jinoyat sodir bo'lgan edi. Jinoyat sodir bo'lib, o'sha jinoyatni yopish uchun, yashirish uchun uyning ichida olov yoqib ketganlar. Yong'in joyiga borganimizdan keyin tez yong'inni bartaraf qilish jarayoniga kirib, uyni o'chirib bo'lib, keyin narsalarni olib chiqayotgan paytimga endi meni esimga nima qilib, yuragimga botib qolgan joyi shunday ediki, razvedka qilib ichkariga kirganimizda o'sha yerda ona bolaning hayot tonislari yo'q edi. Hayotdan ko'z yumib bo'lgan edi. Hayotda men kerakli insonligimni o'shandan bilib boshlab xizmatni, chunki bunaqa xizmat qilishimga g'ururlanib, faxr qilib xizmatimni olib yurib boryapman. Ikkinchi holat Samarqand tumanida gaz zapravka portlaganda, endi o'sha yerda endi tonnalab gaz yonib nima qilyapti, lekin gap to'g'risi o'sha yerga hech kim gap yaqinlasha olmagan paytda kasbimiz bu. Yong'inni bartaraf qilib, odamlar xavfsiz joylarga olib chiqib nima qilib, bartaraf qilishga o'shanda o'zim hayotimni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham, o'sha yong'in ustiga chiqib, gazni yopib, xavfni bartaraf qildim. Qutqaruvchilik jasorat, matonat va insonparvarlik timsolidir. Inson hayotini asrashni o'z oldiga maqsad qilgan bu kasb haqiqatdan ham sharafli va muqaddas kasbdir. Zero aholi va hududlar muhofazasi mamlakatimizning barqaror rivojlanish omilidir.